Odamlarda yaxshi taassurot qoldirmoqchi bo'lsangiz, siz shunchaki tabassum qilishingiz kerak bo'lar ekan. Dale Carnegiening Do'st orttirish kitobida aytishi bo'yicha. Xo'p, bularga misollarni va sabablarni, hikoyalarni video davomida aytib o'taman. Misol uchun ba'zimda hamma yangi tanishlar orttirmoqchi bo'ladi, yangi tanishlarga yaxshi taassurotlar qoldirmoqchi bo'ladi va bir kun o'sha bitta ayol odamlarga yaxshi taassurot qoldirmoqchi bo'libdi va ustiga har xil shu yaltiragan kiyimlar kiyib, bezanib shunaqa qilibdi-yu, lekin yuziga hech nima qilmay ekan. Misol uchun yuziga qanday bo'lsa shunday bo'lar ekan, bitta narsani esdan chiqarib qo'yar ekan, u ham bo'lsa tabassum qilish. Misol uchun siz qanchalik zo'r kiyinmaganingiz bilan, misol uchun zo'r aksessoriy soat uzuklar taqmaganingiz bilan yuzingizda misol uchun smile bo'lmasa, bu bir tiyin ekan. Chunki shu odamga shunaqa narsa berilgan ekan, tabassum bu shu odamni o'ziga tortar ekan. Charles Schwab degan biznesmen bor ekan, o'zini tabassumi ortidan shu millionlab dollarga erishgan ekan. Ya'ni odamlarni ko'ndirish, odamlarga ta'sir o'tkazish, shunaqa borasida ustasi falan ekan va shu biznesida har doim smile'dan foydalanar ekan. Chunki odamlar misol uchun siz qachonki kulganingizda, ya'ni samimiy kulganingizda odamlar sizga ishonadi va siz ularga do'stona ko'rinasiz, ya'ni ishonsa bo'ladigandek ko'rinasiz. Bu juda ham oddiy fakt, chunki kulish bu ham sunnat. Ya'ni kulib yur deb bekorga aytilmagan, chunki odamlar kayfiyatini ko'tarasiz, siz ishonchli ko'rinasiz va shu odamlarga ta'sir o'tkazishingizdan osonroq bo'ladi kulib gapirsangiz. Mingta gapdan bitta harakat afzal. Ya'ni siz ming xil gaplar gapirmay, agar jilmaymasangiz, foydasi yo'q. Shunchaki jilmayib qo'yish orqali siz odamga men sizni yaxshi ko'raman, men sizni ko'rgandan xursandman, sizni ko'rsam kayfiyatim ko'tariladi degan ma'noni bildirasiz. Kimdir sizga jilmaysa, siz ham shu ma'noni olasiz. Misol uchun u meni ko'rgandan xursand ekan, u meni yoqtirar ekan. U qachonki samimiy kulgu bo'lsa, chunki siz samimiy kulguni qachon ajratib olasiz? Odamni tam 3dan 2 qismi kulmasa, tam 3dan 2 qismi kulsa, misol uchun bu yog'i kulsa-yu, ko'zi kulmay turadi baribir. Agar desa, misol uchun ko'zim kulgani yo'q, ko'zim uyqu so'rayapti odamdan. Ya'ni tabassumni o'rni juda ham katta. Bitta misol kitobda keltirilgan. Qachonki больницаga boradigan bo'lsangiz, odamlar o'chirib kutib turgan bo'ladi, qachon kiraman deb. Hammasini ko'zida hech kulgi ko'rmaysiz, chunki ular og'rib borgan, bir-birini qachon tezroq bu chiqadi, undan keyin men kiraman, menga nima bo'lar ekan deb hammasini o'zi o'ylab kutib turgan bo'ladi. Bitta hikoya bor, shunda Dale Carnegie aytib o'tadi, o'sha hamma o'chirib kutganda bitta yosh bola bo'ladi va keyin bitta gentleman, ya'ni o'zi katta kishi kelib o'tiradi. O'tirgandan keyin o'sha bolaga qarab jilmayishni boshlaydi. Jilmagandan keyin uni ota-onasi bo'ladi. Ota-onasi jilmagandan keyin tanishtiradi bir-birini. Hamma o'sha conversationga kirib ketib, shu sad bo'lib o'tirgan jamoat birdaniga xursand bo'lib ketadi. Bu unchalik foydasi yo'q. Bo'pti, endi jilmayib ketdi, endi kasallik yo'q bo'ldimi degani emas. Baribir ham qarasanglar hamma o'sha odamdan xursand bo'ladi. Keldi, yosh bolaga jilmaydi, jilmaydi, u ham jilmaydi. Keyin gaplashdi, ismini so'radi, ota-onasi javob berdi, ota-onasi bilan gaplashdi. Shu bilan butun bitta zalni xursand qildi. Bu oddiygina narsa. Misol uchun sizlar yaxshi taassurot qoldirishlar mumkin shu orqasidan. Yana bitta aytib o'tgandek, bu shu siz yuragingizdan chiqarib ko'zlaringizgacha kuladigan tabassum haqida gap ketyapti. Bu oddiygina deb kulib qo'yish emas. Hech qachon bunaqa kulsanglar, odamlar sizlarga ishonmaydi. Michigan universitetidagi professor James V. McConnell aytgan ekan, shu jilmayishga moyil odamlar, ya'ni shu ko'p jilmayadigan odamlar o'qitishga, yaxshi o'rgatishga, misol uchun yaxshi sotishga, ya'ni baxtli odamlar bo'lish ehtimoli bor, ehtimoli katta, shu jilmaydigan odamlardan ko'ra degan ekan. Shuning uchun ham misol uchun kimgadir narsa o'rgatyapsiz, misol uchun urishdan ko'ra, urib jazolashdan ko'ra unga rag'batlantirish yaxshiroq ekan. Misol uchun siz kulgini ko'zingiz bilan ko'rmasizda, qalbingiz bilan his qilasiz. Qanaqa qilib? Chunki ovoz toni bilan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, misol uchun telefon sotadigan kompaniyalar o'sha telefonda gaplashib o'tirish kerak bo'lgan kompaniyalarga kitob sotar ekan. Shu kitobda telefonda qanaqa gaplashish borasidagi kitoblar sotar ekan. Unda ham o'sha
jilmayib gaplashish qanchalik foydali bo'lishini aytib o'tgan ekan. Misol uchun jilmayib gaplashsangiz odamlar misol uchun his qiladi. O'zi bilasizmi? Misol uchun kim bilandir telefonda gaplashsangiz, u kulgandan keyin siz ham o'sha darajadagi kayfiyatga moslashasiz. Ya'ni u jilmayib gaplashyaptimi, siz ham kayfiyatingiz ko'tariladi ozgina bo'lsa. Yuzma-yuzda ham, telefonda ham jilmayishda juda ham katta o'rni bor. Siz o'ylashingiz mumkin, meni shu narsa baxtli qiladi yoki meni shu odam baxtli qiladi deb o'ylashingiz mumkin. Ya'ni bu juda ham noto'g'ri. Sizni baxtli qiladigan narsa bu u haqida qanday o'ylashingiz. Ya'ni siz bu yerda faqat miyangiz bor. Miyangiz o'zini baxtliman deb o'ylasa, siz baxtli bo'lasiz. Juda ham oddiy narsa, buni o'zingizlar ham bilasizlar. O'ylashingiz mumkin, misol uchun men Nyu-Yorkka borsam baxtli bo'laman deysiz. O'sha Nyu-Yorkda shuncha yashayotgan odamlar baxtsiz. O'ylab qarasanglar. Misol uchun men Lamborghini olsam, Lamborghini minsam baxtli bo'laman deysiz mumkin, lekin Lamborghini meni baxtsiz bo'layotganlar bor, lekin unchalik ham emasdir u, chunki Lamborghini bilmadim, lekin shu boylikka aloqador baribir ham shu baxtsiz odamlar bo'lishi mumkin. Aytganimdek, siz baxtga erishmoqchi bo'lsangiz, u haqida o'ylashingizni o'zgartirishingiz kerak. Ya'ni shukr qilishingiz kerak balkim, misol uchun. Yaxshi ham meni ikkita ko'zim bor. Ba'zilar yaxshi ko'rmaydi. Misol uchun baribir ham siz qachonki siz o'zingizni shu erisha olmaydigan narsangizga taqqoslaydigan bo'lsangiz, misol uchun, men bo'yim 2 metr emasda, qariydi 2 metr bo'lsa, desangiz bo'ldi, o'sha hayotingizda baxt degan narsa chiqib ketib qolishi mumkin. Har doim shu narsa haqida o'ylashingiz mumkin. Misol uchun o'ylang, 1,5 metr. Men hozir bo'ydan qilib ajratmoqchi emasman. Yaxshi-yomon, chunki hammasi yaxshi, Xudo bergan. Nima aytmoqchi bo'lyapman? 1,5 metrli odamlar ham bor va ular o'zlarini bo'yidan yoqtirmasdan xafa bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Undan ham pastlar ham bo'layotgan. Shuning uchun ham hamma o'zini misol uchun accept qilib, ya'ni qabul qilib yashash kerak meni hisobimda. Misol uchun baxtli bo'lish uchun, baxtli bo'lmoqchimisiz? Siz o'sha sizni baxtli qiladigan narsalar rostdan baxtli qila oladimi? Yo bo'lmasam hozir o'zi baxtlimisiz o'ylab ko'ring. Chunki sizga baribir ham aytmoqchiman, siz o'sha narsa haqida fikringizni o'zgartirsangiz, baxtli bo'lib qolishingiz mumkin. Ya'ni baxt nimadaligini o'zgartirsangiz. Shekspir aytgan ekan, yaxshi yoki yomon narsani o'zi yo'q. U haqida o'ylash uni shunaqa qiladi. Misol uchun, rajgalkani kim yaxshi deb o'ylaydi, kim yomon deb o'ylaydi. Misol uchun ba'zilar bor yomon deb o'ylaydi, chunki odamlar chekadi. Ba'zilar bor, unaqa qilmaydi. Ovqatni yoqishga ishlatish mumkin, o'rmonlarda kerak bo'ladi. Bizga misol uchun o'rmon juda ham katta yaxshi ne'mat. Ba'zilar nima haqida o'ylaysiz? Misol sigareta endi yomon, to'g'ri, chekish yomon. Qayergadir qo'yib qo'ysangiz, unga sichqonlar kelmaydi. Atrofiga, misol uchun sichqon uylarda ko'payib ketgan bo'lsa, narsalarni yeb qo'yayotgan bo'lsa, o'sha atrofiga sigaret qo'yib qo'ysanglar, sichqon kelmaydi. U haqida nima o'ylash, uni yaxshi yomonga ajratib qo'yadi. Misol uchun, diyetologlar nonni yomonlaydi, o'ylab qarasanglar, nonni yema deydi. Shuncha och odamlar bor, shu nonga zor, non yeydi. Uni xursand qiladi ular. Siz prosta, men non yemayman, chunki u meni semirtiradi, ozdiradi. To'g'ri, o'zingiz ishlashingiz kerak. Aytmoqchi bo'lyapman, yaxshi yomon narsalar o'zi yo'q degan ekan Shekspir. Uni haqida qanday o'ylashimiz buni yaxshi yoki yomon qiladi. Xitoycha hikmatli so'z bor ekan, jilmaymaydigan odam do'kon ochmasin degan. Ya'ni jilmaymaysizmi, do'kon ochmang, chunki balkim barakasi yo'q bo'lar, balkim odamlar kelmas. Misol uchun ikkita do'kon bo'lsa, bittasi yomon muomala qilsa, jerkib bersa, nimadir noto'g'ri so'rab qo'ysangiz, yonidagi bo'lsa kulib gaplashsa, har doim misol uchun yaxshi kayfiyatda gaplashsa, o'shanga borasiz albatta, chunki bu baribir ham qanchadir farq qo'shadi. Ya'ni bugungi videomiz cho'zilib ketib qolgan bo'lishi mumkin, buning uchun uzr so'rayman. Lekin asosiy prinsipi, ya'ni how to win friends and influence people ni ikkinchi prinsipi jilmayish. Keyingi videoda ko'rishguncha charchamanglar.